I can understand and say numbers. Assalomu alaykum azizlar. Biz bugun raqamlarni tushunishni va aytishni o'rganamiz. Qani boshladik. Birinchi bo'lib 1 dan 10 gacha bo'lgan raqamlarni o'rganamiz. Let's begin. Birinchi jadvalni o'z ichiga oladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demak, 1 dan 10 gacha bo'lgan raqamlarimiz. Ikkinchi qator esa 11 dan 20 gacha bo'lgan raqamlarni o'z ichiga olyapti. Qani boshladik. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Qarang, bu yerda bir-biriga o'xshash. 3, 13, 4, 14, yes, 10 qo'shimchasi qo'shilyapti. Bitta qiziqarli fakt aytib o'taman. Teen bu ingliz tilida teenager, ya'ni o'smir degandan kelib chiqib, o'smirlik yoshlarni bildirib kelyapti. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan yoshni. Bu ham bizda esda qolishga yordam beradi. Teen qo'shimchasi o'smirlik yoshlarni bildiryapti. Keyingi qator 21. Bizda bu yog'i juda oddiy tarzda davom etadi. 20 20 bo'lsa, 21 21, 22 22, 23 23 davom etaveramiz. Qolganini qo'shib 30 ga kelganimizda esa 30. Unda ham 31, 32, 33, 34, 35, 36 davom etaveradi. Va 40 40, 50 esa 50, 60 60, 70, 80, 90, 100 esa 100. Endi bularning ham farqini qarang. 13 13 bo'lsa, 30 30 n harfiga farq qilyapti talaffuzda. 40 14 14 bo'lsa, 40 40. 15 50 bo'lsa, 15 bo'lsa, 50 bu 50. Bir-biriga juda yaqin. Farqlashda aynan o'sha teen bu o'smirlikni bildirishini bo'lmasa 30 40 50 40 50 60 lar bo'lishini farqlab olsak mumkin. 100 dan keyin ham 101, 102, 103, 112, 150 davom etaveradi. 1000 esa 1000 bo'ladi. Unda ham 1001, 1002, 1003 bo'lib davom etaveradi. 2000 demoqchi bo'lsangiz 2000, 200 demoqchi bo'lsangiz 200 bo'laveradi. Million esa million, 2 million esa 2 millions bo'lib davom etaveradi. 2 million bo'lib davom etaveradi. Bunda qanaqadir s qo'shish bularga shart emas. Xo'p, birinchi topshiriq, bu yerda bizga topshiriqlar berilgan va spotlight berilibdi. Spotlight about haqida. About so'zi o'sha narsa atrofida, taxminan shuncha degan ma'noda keladi. O'sha narsani yaqinida degani. Misol uchun 18, 19, 20, 21, 22 ni biz taxminan 20 deb aytishimiz mumkin. 98, 99, 97 yo 101 raqamlarni taxminan 100 atrofida, about 100 deb aytib ketsak bo'ladi. Biror bir narsani so'raganda mana shu so'zni berib ketgan. Birinchi topshiriq xatolarni to'g'rilash. Bu yerda berilganlarda xatolar mavjud. O'sha xatolarni to'g'rilang deb ketgan. Xo'p, birinchisida chiziqcha bo'lishi kerak ekan. 31 deganimizda chiziqcha bilan yozilishi kerak ekan. Va qolganlarini siz o'zingiz xatolarni to'g'rilab javoblarni yuborishingiz kerak. Ikkinchisi, berilgan raqamlarni yozma tarzda yozishingiz kerak. Bu yerda 24 berilgan va 26 berilgan. Uni o'rtasi 25, 25 bo'ladi. Shuni yozma tarzda yozasiz. Misol uchun 7 va 9 orasini yozma tarzda. 19 bilan 21 ni orasidagini nima tarzida? Yozma tarzda yozasiz. Uchinchisida esa taqriban olasiz. Misol uchun 68 people da 68 odamni taxminan 70 ta odam deb yozgan. About 70 people deb. Endi siz 97 euros 97 yevro taxminan 100 yevros deb yozasiz. 100 yevros deb. 9 students 9 ta talaba emas, about 10 students 10 ta taxminan deb yozasiz. Mana shularni yozib chiqishingiz kerak. Sizga berilgan topshiriq 1, 2 and 3 va raqamlarni yaxshilab yodlab yozilishiga e'tibor berish.